Bugun Yunusobod tumani 240-maktabda xalqaro Peerless 2026 tadqiqotining boshlanish jarayonida turibmiz. 4-Y va 4-J sinf o'quvchilarimni barchasiga omadlar tilab qolaman. Men o'ylaymanki, bular juda chiroyli tarzda o'zini bilimini ko'rsatib bera oladi va barchaga omad tilayman. Bugun mana bolalarimiz Peerless imtihonlarini topshirishyapti. Albatta bu imtihon bolalarimizning kelajagi uchun, ularning ta'lim olishi uchun, bugungi imtihondan ham juda yaxshi natijalar ko'rsatadi degan umiddamiz. Rahmat hamma maktab jamoasiga, shu tadbirda tashkilotchilariga, hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Farzandlarimiz 4-Y sinfda o'qishadi va farzandlarimiz bu imtihonga juda qattiq tayyorlanishgan. Imtihon jarayoniga tayyorlanishda farzandlarimiz juda ham o'zlariga bo'lgan ishtiyoqlari oshdi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqlari oshdi va bunga yordamlashayotgan 240-maktab ta'limida ishlayotgan o'qituvchilarga, maktab direktoriga va ta'lim vazirliklariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tdi, biz ham ishtirok etdik, juda ham haqqoniy ekan. Keng sharoitlar yaratib berilgan, farzandlarimiz uchun ham sharoitlar yaratilgan, biz ota-onalar uchun ham sharoitlari bor. Biz topshirib chiqdik. Juda ham yaxshi, xursandmiz. На первом было хорошо. Тексты были очень интересные и познавательные. Мне понравился Peerless, потому что там очень много интересного. Там есть статьи про жизнь, про все. Сегодня мы проходили Peerless, и было чуть-чуть сложно. Там были разные темы, там всякие учителя были. Чуть-чуть тяжело было, но мы справились. Peerless'da biz juda ham ko'p matnlar ishladik. Ular juda ham qiziq ekan. Peerless bizga juda ham yoqdi. Bizlar uni maroqli tarzda ishladik. Biz 2026-yil bo'lib o'tayotgan Peerless testida qatnashib, minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Biz juda ham ko'p testlarni ishlab, biz juda ham ko'p tushunchalarga ega bo'ldik. Peerless 2026 xalqaro tadqiqot tanlovida 4-Y sinf ishtirok etdi. O'quvchilarimiz juda maroqli, qiziqarli qilib ishlab chiqishdi va mana shu test jarayonlaridan so'ng biz o'quvchilarni maktab ma'muriyati tomonidan aktiv zalda tashakkurnoma bilan taqdirladik.